Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Jigarlar, endi uy qursangiz, lombazim, boyagidek hashar, qamish, pamish hech narsani keragi yo'q. Hozirda mana usta Komil do'stimiz Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shaharchasiga mana shu pena shuvoqni olib kelgan. Juda ham qulay. Meni o'zimga ham juda yoqdi, xudo xolasa uy qursak, albatta mana shundan qilamiz. Bitta ma'lumotlarni berib o'tib ket Komil, qanday bu, nimalar qiladi bu? Avvalambor assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Bu pena shuvog'imiz issiq o'tkazmaydi, sovuq o'tkazmaydi. Havo nafas oladi, taxtani chiritmaydi. Juda ham sifatli narsa bo'ladi. Buni 5 santiligi 35 mingdan uryapmiz. 7-8 atrofdagi santimetrlari 40 ming so'mdan uryapmiz. 10 santiligini 45 ming so'mdan uryapmiz. 10 santimetr bo'lsa. Mana bu chetga Nishon qarshi taraflardan agar chiqayotgan bo'lsa, 200 kvadratdan naryoqi bo'lsa, yo'l kira minmaydi. 100 kvadratli uchun yo'l kira minib qoladi. Butun O'zbekiston bo'ylab bizni kanalni kuzatishadi. Agar boshqa viloyatlardan zakaz chiqadigan bo'lsa, borasan. Boramiz. Butun O'zbekiston bo'lsa boraveramiz. Qadrdonlar, ekranda nomer qoldiramiz. Nomering og'zaki ham aytib o'tib ket. +99 897 803 14 44. Endi bitta ish sifatini ko'ringlar. Haqiqatdan Mana bemalol hozir qo'yilgan bu. Hozirgi bu obyekt Nishon tumani Talimarjon shaharchasida, Qashqadaryo viloyatida. Uni qaranglar. Hozir qo'yilgan. Bunday lombazim buncha joyda qilish uchun bilasizmi, dunyoni tuprog'i kerak, unga dunyoni odami kerak. Hozir mana o'zi ikkita shogirdi bo'lib, mana hozir obyektgacha o'sha yarmini qo'yib tashlashdi. Bir kunda bo'ladi. Necha kvadratlar bor mana shu? Bu shu 160 kvadrat atrofida bor-da, 160 kvadrat. Bu yoq yana mansard bo'lyapti. Bitta bunday aylantirib ko'rsatib qo'yamizda. Bu yoq mansard bo'lyapti. Bu yoqdan ana ustiga hali stяжка qilib, ustini ham xudo xolasa uy qilishmoqchi ekan egalari. Mana qo'limizda 10 santlik mix. Mana 7-8 ga dogovor olgan biza. 100 lik mix. Mana. O'sha 9 santi bo'lgan bu. Ba'zi joylari keladi, mana bunday joylar keladi. Mana, o'sha mana 10 santlik ham oxirigacha tegmayapti. Bu yoq 10 dan ham ziyod. 10 dan ham ziyod bo'lib ketib boryapti. 7-8 ga dogovorga pul olganmiz hali, pul olyapmiz. Endi lombazimlar davri o'tdi. Mana shundan zakaz qiling uyingizga. Bu butun umr menimcha ketadi. Qancha garantiya berasan qo'ygandan keyin? Bu obshi yuraveradi. Bu 10 yilmi, 15 yilmi turaveradi bu. Umuman ishlasa qilmaydi. Hozirda mana shu Talimarjonda o'sha ko'pchilik biladi, ancha xonadonlarning ustiga lombazimni o'rniga mana shu pena shuvoqni qilishyapti. O'zimiz Talimarjonda mana 3 yildan beri shu faoliyatda olib boramiz. Gresga ham bordik o'zimiz. Mana o'zimiz savxozlar, Shirnobod, Bira taraflar hammasiga borib keldik. Gap yo'q. Shunday pena shuvoq qilamiz deganlarga telefon qilaveringlar, kelishtirib, chotga qilib, addushi qilib beradilar. Xudo nasib bo'lsa, Xalq dardi kanalidan kelishsa, bonuslarni ham qilib beramiz. Shunday. Pena bloklari ham bor, pena blok ham ishlab chiqaradi, pena bloklari ham bor, pena blok kerak bo'lsa ham, xudo xolasa, ishlari kerak bo'lsa ham hammasini o'zi chiroyli qilib bitkazib beradi. Qadrdonlar, ko'p gapirib o'tirishni hojati yo'q. Ko'rib turibsizlar, mana ishini ustiga men aytdim, shu ishingni bir avji payti borib, xudo xolasa, bir ko'ramiz degandim, keldik. Tugadimi hozir penang? Yo'q, hozir obedga chiqdik. Obedga chiqdinglar. Xullas, hali ko'p ish jarayonlarini ham olib qo'yamiz. Xudo xolasa, mana shuni qo'ysangiz, hech ham afsuslanmaysiz, juda ham zo'r bo'ladi. O'zimizda bilasiz, issiq, yoz juda issiq, hozir qishlar ham juda sovuq bo'lib ketyapti. Issiq sovuqga bu zo'r narsa bu. Bemalol qo'yib keyin konditsionerchani past qilib qo'ysangiz, yaq deb turadi xonachangiz. Gap yo'q. Komil, ishingga rivoj. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa, telefonlarni kutamiz endi. Nasib.